Assalomu alaykum hammaga hamma yo'qim ko'k bir chiroyli joylarda yuribman-u. Uni ustiga nima bo'lyapti? Mana qaranglar orqamda. Voy dod, ala. O'zbekcha osh, o'zbekcha do'ppi. Bu yoqda do'ppi jamiyati. Germanistondan gapiramiz. Yigitlar ertalabdan kelib, oshni mana tayyor qilib solib qo'yishibdi. Xudo xolasa, mehmonlarimiz kelishlari bilan asta sekinlikda joylashib, oshlarni suzib, bugun maza qiladigan kunimiz ekan. Sababini so'rab ko'ramiz o'zbeklardan. Mana harakatlar avjida bo'lyapti ekan. Davron aka tadbir boshi. Xo'p, bugungi tadbirning maqsadi nima, Davron aka? Tadbir maqsadi, endi asosiy maqsad mana do'ppi jamiyatini, o'zbek olmon jamiyatini anchadan buyon rejalashtirib yurganimiz yo'q. Rasmiy ochilish marosimi. Shu ikkinchi yana sababi Qurbon hayiti bo'ldi. Shunda hamma o'zini tor doirasida oilada kutib oldi, oilada nishonladi. Shuni endi bir hamjihatlikda, birdamlikda Hammamiz birga nishonlash maqsadi. Keyin O'zbekiston hozir jahon chempionati bo'lyapti. Shunda endi birinchi o'yin yutqizgan bo'lsak-da, lekin o'yin ko'pchilikka yoqdi. Endi bundan keyingi o'yinlarga omad tilaymiz. Shuning uchun maqsad ham shu. Rahmat katakon. Xush kelibsizlar, mehmonlar. Kelagilar. Assalomu alaykum. Sayyoran qani? Bugun imtihoni bor ekan. Shunga keyinroq endi kelib qoladi. Birinchi navbatda tashakkur bildiraman, minnatdorman. Bosh konsulxona nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Shuncha mehnat qilib, vaqt topib, shu katta bir fayzli qilamiz. Sizlarga nima deyman? Zafarlar tilayman. Bunaqa barakali fayzli ishni sizlarga faqat omadlar tilayman. Sog' bo'linglar. Biza doim qo'limizdan nima kelsa, yordam berishga, yelkadosh bo'lishga tayyormiz. Do'ppi jamiyatining ochilishi munosabati bilan hamda o'tgan hayit bayrami bilan bolajonlarimizni tabriklab sovg'alar uyushtirganmiz. Mana shu sovg'alarni iltimos birgalikda taqdim qilsak bolalarga, men olishni tanlashib qolaman. Aminaga ham sovg'a bor ekan, qara Amina.
Boshladik xudo xolasa mana. Oshlarni guruchini solishdi. Tayyormisizlar? Endi boshladik. Men yana bir marta tushuntirib qo'yaman. Foydasini tushuntirib qo'yaman. Aylantirasizlar bu startni. Bu yerda sizlarga har xil vazifalar bor. Shtabga to'g'ri keldi. Nima qilaman bu yerda? To'ppa to'g'ri bu yerda hech qanday sovg'a yo'q ekan. Sizlarga eng yaxshi katta sovg'alar asosan mana bu so'roqlarda. So'roqda men sizlarga savol o'qiyman. Ana shu savolga javob bersanglar, mana bu podarkalarni olasizlar. Xo'pmi? Bular ham o'ziga yarasha vazifalari bor. Ana bu vazifalarni bajarib berasizlar. Xo'pmi? Demak, birinchi o'yinchimizni boshlaymiz. Qani, aylantiring. Was will nochmal? Bitta bunga vazifam shuki, quyon bo'lib 15 sekund sakrab quyon bo'lib yurib berasiz. Qani? Quyon bo'lib. Siz nima qilasiz? Aha, 15 sekund ketdik. Ha, yana nima qiladi? Qanaqa qilib yuradi qo'g'u? Ha. Savol bo'lsin, savol. Demak, savol tomonda turibdi. Birinchi savolimiz shundan iborat. Nima uchun bayram qilamiz Qurbonni? Aha. So'yib anchalarga beramiz. To'ppa to'g'ri. Demak, kambag'allarga qo'y yoki boshqa bir hayvonni so'yib, kambag'allarga ulashamiz. Javob to'g'ri. Sizga javob to'g'ri topganingiz uchun mana bu podarkani beramiz, sovg'ani. Tabriklaymiz. An'anaviy o'zbek do'ppisini shakli qanaqa? Form. Fonduppi. Die Form einer Doppe. Wie sieht Aslakam Doppe aus? boshida bor. Qanaqa formasi? Viereck. Ya'ni an'anaviy do'ppi 5 ta anaqa qirrasi bor. Ko'ryapsizlarmi? 5 ta. 4 tami? Qani? 1 to'rtta tomoni bor. 1 2 3 4. Demak, an'anaviy do'ppi 4 ta. Shuning uchun sizga mana shu podarkani beramiz. Qurbon bayramida odamlar bir-biriga nima tilashadi? Ha, yana? Birovlarga sadaqa qilishadi. Aha, qo'y so'yishadi. Keyin uni nima qilishadi? Birovlarga hadiya qilishadi, sovg'a qilishadi. Xo'p, sizga ham bitta podarka bo'lsin. Juda yaxshi. O'xshadimi endi? Skate o'zing yasasang bo'ladi. Finger skateboard. Okay? Yaxshi. Do'ppi nima o'zi bu? Do'ppi nima? To'ppa to'g'ri. Boshga kiyadini tushundim. Nimada boshga kiyadi dedi? Kallaga. Ha, kallaga boshga kiyadi. Bu juda ham to'ppa to'g'ri javob. Lavda kallaga kiyadi. Bitta Sonic. Qurbon bayrami kuni dadalar, akalar, bobolar nima qilishadi? Ertalab to'ppa to'g'ri masjidga borishadi. Masjidda nima qilishadi?
to'ppa-to'g'ri Qurbon namozini o'qishadi. Masjidga boradi, to'g'ri aytdingiz. Shuning uchun sizga so'yib bersam bo'ladimi? Ha? Boshqa narsa istayapsiz, ha? Mana buni bera qoling. Yasashni bilasizmi? Mana siz. Hoppa, yostiqcha yasaysiz uni. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Xo'rozga bitta. Samolyot. Hozir do'zda yasang, hammalaringiz uchrashda ko'ramiz. Qanaqa uchar ekan. Mana. Ovozini qilamiz. Amir Fayz uchradi, qolganlar orqasidan quviydi. Qurbon bayramida hayvonlarni demak so'yib go'shtini tarqatishadi. Ana shu bayramda qanaqa hayvonlarni go'shti tarqatiladi? Qo'y, sigir, echki. To'g'rimi? To'g'ri topdi. Спасибо, Podarочка, пожалуйста. Wow, o'zi katta sovg'a berishi kerak ekan mana. O'rganinglar qanaqa qilib xursand bo'ladi odam. Qurbon bayramida kimlarni borib ziyorat qilamiz? Ya'ni kimlarni borib ko'riladi? Kasallarni, Ağmı. kambag'allarni, Tanışıyorlardı. kimlarni? Tanışlardı. Tanishlarni, qarindoshlarni, yana jo'ralarni, yanachi ota-onalarni. Bizda har safar an'anaga aylangan onalar, otalar ishtirok etishadi. Shunday onalar va otalardan intervyu olamiz hozir bir tadbir haqida. Mana Nizomiddin ukamiz otalari va onalarini chaqirishgan. Bugungi tadbirimizda ishtirok etishyapti. Tadbir haqida xulosa bir fikrlarni aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yurtdoshlar. Men ochig'i bu tadbirda birinchi marotaba, garchi Germaniyaga 8-marotaba kelish nasib qilgan bo'lsa ham birinchi marotaba ishtirok etyapman va bir narsani his qildim. Bugungi butun tadbir ruhidan, tayyorgarligidan tortib, shu bismillosidan deymiz, tayyorgarligidan tortib o'tkazib kuzatishga qadar o'zligini saqlashga harakat, menlikni saqlashga harakat, o'zbeklikni saqlashga harakat, iymon va e'tiqodni saqlashga harakat qildim. Men bilaman, avvallari ham kichkina davralarda ko'rishganimda bu yerdagi ukalarimiz, singillarimiz bilan ozgina suhbatdosh bo'lganimdan bilamanki, bu yerdagilarda aksariyati ziyoli odam, o'qituvchilar, tadbirkorlarda tayyorlaydiganlar, aynan biznes sohasida, bank sohasida, iqtisodiyot sohasida ishlayotgan o'zbekistonlik yigitlar, qizlar. Va bularni birlashtirgan narsa nazarimda faqat mana u yoxud bu sana munosabati bilan yig'ilib qandaydir bir osh-ovqat, qandaydir bir mehmon navozlik emas, mehmondorchilik emas. Lekin mana shu bahona yana nima qilsak o'samiz, yana nima qilsak bolalarimizni saqlab qolamiz, yana nima qilsak bolalarimizga bizdan yaxshi ma'nodagi hayot paytimizdagi meros qiladi. Meros degani faqat o'lim bilan bog'liq hodisa emas. Merosni nimasi nazarimda fundamenti, tag zamini tiriklikda qo'yilishi. Bobolarimizdan kelayotgan, otalarimizdan kelayotgan e'tiqod, iymon, sadoqat, mehr, muhabbat, bir-biriga bir eshlik, mana shu birodarlik degan tuyg'ularni bolalariga ko'rsatib, gapirib olmay, ko'rsatib, amalda deylik, nonni qanaqa ushlatadiyu, bu non ushatish butun boshli bir san'at, butun boshli bir sadoq, nima desa bo'ladi, an'ana. Ana shu ma'noda hatto bugun dasturxonda hamma narsa, ne'matlar borda, kimdir esidan chiqqan ekan, non qo'ymabmiz deb birdan bularda hammasi nimadan dalolatki, boya aytganim, zanjir uzilmasligi kerak. Shu shajara deymiz, mana shu daraxtlardek
inson bolasi. Demak, bu o'rinda bo'lsa millat bolalari o'zini tomirlaridan bebahra o'smasin, o'zini tomirlarini bilsin, o'zi suv ichgan daryolarda, suv ichgan buloqlarda sezsin. Sizlarda barcha qilayotgan bugungi do'stlarimiz, ukalarimizni qilayotgan jamiki sa'y harakatlarini ostida mana shu narsa va bu narsani faqat va faqat olqishlash kerak. Mana shu yerda taomda orasida, mehmondorchilik orasida bo'layotgan suhbatlarda mazmun mohiyatida ham xuddi shu narsa turibdi. Qanaqa qilib bolalarimizni iloji boricha nemis tilini, boringana olmon tilini bog'chasida, maktabida o'rganib oladi. Chunki muhit shunaqa. O'zbek tilini qayerda o'rgatamiz? O'zbek tilini adabiyotlarimizni, uni lug'ati, uni tili qanaqa bo'lishi kerak? Va ochig'ini aytaman, men adabiyotchi sifatida o'zimga juda katta bir yuk, o'zimga juda katta bir nima desa, buyurtma olyapmanki, ayniqsa bolalar adabiyoti, o'zbek bugungi bolalar adabiyoti Anvar Obidjonni tili bormi endi bugungi bolalar? Deylik, hatto o'sha Quddus Muhammadiyni, Zafar Diyorning tili bormi degan savol turibdi-da. Bu savolni shu yerdagi nimalar yaxshiroq bilyapti. O'zbekistonda bu darajada muammo bu darajada o'tkir emas-da, dolzarb emas. Bu yerga kelganingizda bilasiz, qanchalik bular bolalari uchun qayg'urayotganligini, demak, nasl-naslab qolishligi. Men mana shu qilinayotgan mehnatlarni, xizmatlarni samarasini ko'rishinglarni nihoyatda katta bir istiyoq bilan duo qilamanki, samarasini ko'ringlar. Sizlar orqali men haligi nima desa bo'ladi? Olmon xalqidan tartibni, intizomni, ishga munosabatni, tabiatga munosabatni, suvga, yerga, yashillikka munosabatni ham o'rganaylik, iqtisodiyotni o'rganaylik, lekin eng birinchi navbatda mana shularni hammasini yurtga tashish kerak. Yaxshi bilasiz, men aql bo'lmay Turkiyani bugungi darajadagi Turkiya qilgan aynan Olmon o'lkasida ilm o'rgangan, hunar o'rgangan turk yigitlari, turk qizlari. Bizni meni nazarimda istiqlol tufayli darvozalar ochilgan bugungi paytda mana shu Olmoniyani, mana shu Mayn shahridagi o'zbek yigitlar, Wiesbaden va Weissdagi o'zbek yigitlar bugun shu harakatga tushgan. Men bularni harakatiga, jiddiy jahdiga faqat va faqat yaxshi samaralar tilayman. O'tib ketdi, lekin bugun ham menimcha aytsak bo'laveradi. Keyingi hayitgacha aytsak bo'laveradi. Hayitingiz muborak bo'lsin, o'zligingizga qaytishingiz muborak bo'lsin, o'zbekligingiz muborak bo'lsin. Kattadan katta rahmat. Ajoyib, juda ham chiroyli so'zlar bo'ldi. Albatta, sizga ham katta rahmat taklif qilganingiz uchun, ota-onalarni birgalikda kelganlaringiz uchun. Salomat. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Sog' bo'ling. Oshna xudo xolisa mana tayyor. Sekin asta suzib taqdim qilamiz. Hamma shay. Bu yoqda mana salatlar tayyorlanyapti. Yigitlar, shogirdlar xudo xolisa. Oshlar chiroyli bo'ldi xudo xolisa. Muhrlab qo'ying. Suv keladi mo'ridan, mo'ridan ham naridan. Aka gunang aylansin, kokilingni zaridan. Ufu, ufu, ufu. Voydat. Assalomu alaykum. Rasmga tushmoqchimisizlar? Bo'ldi, hozir mana rasmga olamiz. Hammalarni turib oila oldin.